Yosh bolasi bor oilalarda quyidagi 3 ta narsa bo'lishi shart. Birinchisi, yosh bolalarning burnini tozalash uchun burun tozalovchi aspiratorlar. Bular burundagi infeksiya va shilliqlarni tozalash uchun xizmat qiladi. Buni aliva qismini bola burniga qo'yiladi va ikkinchi uchi bilan og'iz orqali infeksiyalarni tortib tozalab olish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, deyarli hammamizning uyimizda bo'ladigan ibufen. Bolani to'satdan kechqurun temperaturasi chiqib ketish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Bunga sabab virusli infeksiyalar, turli xildagi yuqumli kasalliklar. Bunaqa holatda sizga albatta ibufenda kerak bo'ladi. Uni o'rniga turli xildagi parasetamol yoki sifikon svechalarni ham ishlatsanglar bo'ladi. Uchinchisi, o'sha hammamiz bilgan ingalyator apparat. Laringitga moyil va allergik bolalarda hamda yuqori va pastki nafas yo'llari shamollashlarida ingalyator apparat juda ham asqotadi. Faqat ingalyatordan foydalanganda me'yorda va to'g'ri dori tanlash kerak bo'ladi. Quruq yo'tallarda dekasan va fezrastor bilan, bronx yo'llarida obstruktiv shamollashlar bo'lganda beratek yoki nibutamol bilan, nafas yo'llarida shishlar va allergik holatlarda pulmikort bilan, nafas siqilishlarda esa ibufen bilan ingalyatsiya qilgan ma'qulroq. Bu videoni yosh bolasi bor hamma tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar, zero videomiz ular uchun ham manfaatli bo'ladi.